Namoz o'qiydigan namozxon fuqarolar diqqat qilsin, azon aytish taqiqlanishi mumkinmi? Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Daniya immigratsiya vaziri mamlakatda azon aytishni taqiqlash rejalashtirilayotganini e'lon qildi. Uning ta'kidlashicha, Daniyaning ayrim joylari xuddi Islomobodning chekka hududiga o'xshab qolgan. Bu haqida The Telegraph xabar berdi. Markazchi So'l Sotsial-demokratlar partiyasi a'zosi Morten Botskov yangi hukumat ushbu taqiqning qonuniyligini o'rganish bo'yicha surishtiruvni qayta tiklashini aytdi. Azon ovozi Daniya uylari uzra eshitilmasligi kerak. Bunga Daniyada o'rin yo'q. Daniya ko'chalarida yurganingizda Islomobod chekkasiga tushib qolgandek his qilmasligingiz lozim, dedi vazir Ritzau axborot agentligiga bergan intervyusida. Botskovning fikricha, Daniyada kuchayib borayotgan islomlashuv jamoat joylarini egallab bormoqda. Hozirda mamlakatning ayrim hududlarida, masalan, Kopengagenda shovqin me'yorlari sababli minoradagi karnaylardan azon aytish mahalliy qoidalar bilan taqiqlangan deyilgan xabarda.